qay holasi kelib qolganini ko'rib turibsizlar. Ten juda ham bir haligi usti nagar bosib ketgan, o shlaklarni qattiq shlak ko'rib turibsizlar o'zingizlar ham. Bunaqa shlak bosib ketadi. Buni 0-2 yil oldin tozalab berganmiz. Yana shu holasiga kelgan. Endi shu ten qo'ymasligini oldini olish uchun abonentimiz bizga telefon qilib, shuni qaytadan tozalab berishimizni yana telefon qilib chaqirganlar. Mana xizmatdan boshladik. Mana arqonimizni oldik mana. Hop. İçinden çıkartgan shlak bu qattiq nagar bu shlak. İçinden. Nagar hammasi. Mana shlak bo'lib ketgan. İçinden ko'rsingiz shu. Shlak hammasi mana shu arqonimizga shlaklar. Har bir yerda juda ko'p. Ya'ni jarrohlarni ko'rsatamiz. Hozir olib bo'lgandan keyin yana ko'rsatamiz. Mana arqonimizning ichidan shu mana nagarlarimiz chiqdi. Mana shu yerda tozalagan nimamizda mana ko'pchilik aytadi 2 yil 3 yildan ishlat. Mana arqonimizni oldik mana. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana yana bitta hozir klientimizga kelganmiz. Mana Royal Arslonini tozalashga chaqirishgan. İçini tozalab beramiz. Hozir shlankalarni uzib qo'ydik. Suvni bo'shatyapmiz. Xudo xolasa suv bo'shagandan keyin ichini ochamiz. Ichki holatlarni ham sizlarga ko'rsatib boramiz mana. Hozirda mana bitta klientimizga ichib oldik. Arslonimizni tozalash ishlari bo'yicha. Hozir ichki qismini ochishga boshlaymiz. Mana yurtdoshlar, hozir bo'shatib bo'ldik. Endi terini suvurib olamiz. Jarayonlaymiz. Hop. Qay holasi kelib qolganini ko'rib turibsizlar. Ten juda ham bir haligi usti nagar bosib ketgan, o shlaklarni qattiq shlak ko'rib turibsizlar o'zingizlar ham. Bunaqa shlak bosib ketadi. Buni 0-2 yil oldin tozalab berganmiz. Yana shu holasiga kelgan. Endi shu ten qo'ymasligini oldini olish uchun abonentimiz bizga telefon qilib, shuni qaytadan tozalab berishimizni yana telefon qilib chaqirganlar. Mana xizmatdan boshladik. Mana arqonimizni oldik mana. Hop. İçinden çıkartgan shlak bu qattiq nagar bu shlak. İçinden. Nagar hammasi. Mana shlak bo'lib ketgan. İçinden ko'rsingiz shu. Shlak hammasi mana shu arqonimizga shlaklar. Har bir yerda juda ko'p. Ya'ni jarrohlarni ko'rsatamiz. Hozir olib bo'lgandan keyin yana ko'rsatamiz. Mana arqonimizning ichidan shu mana nagarlarimiz chiqdi. Mana shu yerda tozalagan nimamizda mana ko'pchilik aytadi 2 yil 3 yildan ishlatib turib, bu klientimiz o'ylandi 2 yil oldin tozalab berganmiz. Mana 2 yil ichida yana chaqirdilar. Mana shuncha shlak bo'lib qopti. Dashi teni ko'rinmaydigan darajaga kelib qolgan. Mana hozir tenimizni qo'ldan kelgancha tozalab oldik. Bundan oshib tozalaydigan bo'lsak, tenga shikast qilib qo'yishimiz mumkin. Hozir uni o'rnatishni boshlaymiz.